Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan joylarda turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari, uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Unda o'tganlar xotirasi yodga olinib, borlari qadrlanyapti. Marhamat tumanidagi Shukurmergan va Yuqorirobod mahallalarining yoshlari tahsil oluvchi 13-umumta'lim maktabida Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ta'lim muassasasi va har ikki mahallalar hamkorligida tadbir tashkil etildi. Dastlab hudud nuroniylari ta'lim va turli sohalarda mehnat qilgan faxriylar uchun to'kin dasturxon yozildi. Yig'ilganlar bir piyola choy ustida diydorlashdi. O'tganlar xotirasi yod olindi. Albatta, yoshlarni har tomonlama yetuk, yurt koriga kamarbasta, vatanparvar qilib tarbiyalashda ko'pni ko'rgan faxriylar tajribasidan foydalanish muhim. Mazkur uchrashuvdan ham asosiy maqsad vatan tinchligi yo'lida uzoq yillar xizmat qilgan faxriylar tajribasini yoshlarga singdirish va ularni vatanparvar yigit-qizlar sifatida tarbiyalashga qaratildi. Shu kuni bayram munosabati bilan mazkur maktabni tamomlagan sobiq o'quvchilar o'rtasida futbol, faxriylar o'rtasida esa voleybol sport musobaqalari ham o'tkazildi. G'alaba uchun kechgan shiddatli o'yinlarda turli yosh vakillari o'zaro bellashdilar. Har ikki o'yin jamoalarning maydonda o'z mahoratlarini ko'rsatishiga zamin yaratdi. Xoh futbol, xoh voleybol musobaqasi bo'lsin, keskin va murosasiz o'yin ko'rsatayotgan jamoalar muxlislar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan mazkur tadbir yakunlanar ekan g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalarga hamda o'quv yili davomida yoshlarga ta'lim berishda sidqidildan mehnat qilayotgan ustozlarga tashkilotchi va homiylar tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Albatta, faxriy ustozlar, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligida o'tkaziluvchi bunday tadbirlar o'sib kelayotgan yoshlarimizni nafaqat sportga bo'lgan mehr-muhabbatini oshiradi, balki ularning insoniylikka, vatanparvarlikka va albatta milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiya topishlariga ham xizmat qiladi.